Hozir o'rta, 1 minut. Keling aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oke. Arendani olib keldim. Gap yo'q. Zo'r-ku. Faqat bu oy ham ozgina kam bo'lib qoldi. 3-4 oydan beri arendani pulini kam olib kelasiz. Buni to'liq qilib kelsangiz bo'lmaydi. Siz bilan lekin bunaqaga kelishmaganmiz. To'g'ri. Har safar arendani pulini to'liq olib kela olmayman. Ertalabdan kechgacha ko'chada kiradasiz. Shuncha topayotgan pulingizni nima qilyapsiz? Oke. Ko'chadan tirikchilik qilib uyimga kirsam, uyimda 7 ta joy. Yemay ichaman, ko'zimga termilib turadi. Endi ishlab arendamga orttiraman desam, ko'chada bilib bilmay 2-3 ta shtrapga tushib qo'yganman. Undan keyin 3 ta bolam bor. Bittasini endi tuzatsam, ikkinchisi kasal bo'lib turadi. Dorixonaga kirsangiz, dorilar ham palon. Shulardan orttirib arendani pulini kamroq bo'lsa ham olib kelyapman. Mana aka. Tushundimmi aka sizni? Lekin meni gap tirikchilik. Hisob kitobim bor. Keyingi safar qo'ldan kelgancha to'liq qilib olib kelishga harakat qiling. Lekin sizga kattakon rahmat. Tinchlikmi? Nimaga rahmat deyapsiz? Siz sabab bo'lib qora qozonim qaynayapti. Ko'chada oilamni avtobusda yoki taksida emas, mashinamda olib yuribman. Qisqa qilib aytganimda uzog'imni yaqin qilyapti. Mushkulimni oson qilyapti. Shunga rahmat aka. Men ham oddiy bitta sababchiman. Mayli aka, yaxshi kunda ko'rishaylik. Xo'p aka. Mayli, sog' bo'ling. Sizlar nima fikrdasizlar? Rostdan ham shunaqa bir oy davomida ko'chada taksichilik qilib, hamma rasxotadan tashqari arendani to'lash qiyinmi? Kommentariyada fikrlar yozib qoldiringlar. Ko'chada taksi qiladigan akalar, oyi 15 yorug', 15 qorong'u. Xudo xohlasa hali hammasi zo'r bo'lib ketadi. Hey, gazini bosinglar.